Retinolni kremni to'g'ri ishlatishni aytib o'taman. Qani ketdik. Eslatib o'taman, tarkibida retinol bo'lgan kremlar dog'larga, ajinlarga, hattoki ugrilarga yaxshi foyda beradi. Birinchi haftada retinolni 4 kunda bir marta kechqurun surasiz. Ikkinchi haftada retinolni kremni har 3 kunda bir marta kechqurun surasiz. Uchinchi haftada retinolni kremni kun ora bir marta kechqurun surasiz. To'rtinchi haftada retinolni har kuni kechqurun bir marta yotish oldidan surasiz. Retinolni to'g'ri ishlatsangiz undan foyda ko'rasiz, noto'g'ri ishlatib qo'ysangiz undan yuzingizga dog' orttirib olasiz. Keyingi videolarda retinol va retinal farqini aytib o'taman.